Qadimgi xorazmliklar tabiatni daraxt, o'simlik va hayvonlarni muqaddas deb bilgan. Ular uchun olamning har bir jonzoti ruhiy ma'noga ega bo'lgan. Xorazmning turli go'shalarida muqaddaslashgan gujum va tut daraxtlariga duch kelamiz. Ularga sig'inish, duo qilish qadimgi e'tiqodlarning davomi. Ba'zi ziyoratgohlarda ming yillik daraxtlar ham saqlanib qolgan. Bu daraxtlar faqat tabiat emas, balki muqaddas ruhning maskani sifatida ko'rilgan. Qizil qalampir, tikanak, isrik, sedana, zira ham shifo, ham muhofaza manbai. Ular nafaqat dardga, balki ko'z tegishdan, yomonlikdan asrash uchun ishlatilgan. Bu daraxtlar ham himoyachi deb qaralgan. Ular muqaddaslashtirilib, uy yonida ekilgan. Qadimgi Xorazmda it sodiqlik, qo'chqor qurbonlik, ot kuch qudrat timsoli, hatto ilon va tipratikon ham muqaddas deb e'tirof etilgan. Bu haqda Snesaryov, Rapoport va Beruniy asarlarda ham yozilgan. Ular Xorazm e'tiqodlarini tabiat va inson o'rtasidagi muqaddas bog'lanish deb baholaydilar. Qadimgi xorazmliklar uchun flora va fauna faqat tabiat emas, balki ruhiy hayotning ajralmas qismi bo'lgan. Bugun ham bu muqaddaslik nafas olib turibdi. Tabiati muqaddas bo'lgan xalq ruhi sog' xalqdir.